Depressiyaga degan diagnozni bizning psixologlarimiz ham orqa obratga qaramay qo'yib yuborishyapti-da. Vaholanki depressiya tashxisini vrach qo'yadi. Depressiya bu kasallik. Depressiyadaman deb o'ylayotgan holatlari ko'pincha yo melanxoliya bo'ladi yoki vaqtinchalik tushkunlik holati bo'ladi. Chunki depressiyada triada 3 ta simptom bor. Mana hozir men depressiyadaman degan kimki bo'lsa o'zida tekshirib olsa bo'ladi. Birinchisi, demak, kayfiyat pastligi. Hamma narsangiz pessimistik bo'ladi. Negativ fikrlaringiz to'la bo'ladi miyangizda. Bu ishim qilsam o'xshamaydi, kayfiyatim yo'q deb boshlamaysiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, fikrlarni sekinlashganligi. Men oldin bitta kitob o'qiysizda tez xulosa olardingiz. Hozir mana depressiyadaman deb o'ylaganlar kitob o'qinglar, xulosa olishinglar qiyin bo'ladi. Va qilayotgan ishinglar, uchinchisi harakatni pasayishi. Oldin deylik masalan 1 soatga mo'ljallagan ishingizni endi 2 soatda qilasiz. Mahsuldorlik pasaygan bo'ladi. Va bu men aytayotgan sifatli 2 haftadan ortiq davom etadigan bo'lsa, biz buni depressiya deymiz. Qolgan hamma tushkunlik holatlari depressiya emas. Bu videoni depressiyadaman degan tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar.